video. O'rtoqlar, madaniyat vaziri qarayapti deysizlar-ku. Mana shu sahnada tomosha qilib o'tirganlarning ichidan bitta mardi chiqib, "Ey, ketingi ishtoningni kiy, baraka topkur" deb erkaklar-ku, mayli endi erkak kishi nafsi bor deymiz. O'sha yerda qiy-chuv qilayotgan ayollarimiz ham bo'lgan. Bir yosh kattaroq chiqib, "Ey, nima bu ko'rinish? Bu nima tomosha bu?" Mentalitetimiz degan narsa bor. Sal chiroyli kiyinib chiqsin deb gapirmagandan keyin o 50 kilometr naryoqda o'tirgan madaniyat vaziri nimaga qarash kerak? Undan tashqari videochilar o'sha yerda, undan tashqari sudyalar o'sha yerda o'tiribdi. Ha, ular gapirmagandan keyin madaniyat vaziri nimaga gapirish kerak? Sahnada o'tirib olib syomka qilishni bilishibdi. Kommentariyada paqil yozing, o'ziga yozinglar, mana Yumkani o'ziga kommentariyasi bor, profili bor, soобщение qilib yozinglar. Nima bo'lsa, aybni birov to'nga o'shimiz kerak emas-ku. Sahnada o'tirganlarda ayb birinchi o'rinda.